Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana 2025-yil 15-fevral Farg'ona viloyati Quva tumani. Mana havolarimiz quyoshdan mana chiqib yotibdi. Biz havolar yaxshi. Ishlar avjida. Mana o'dolasa mevali ko'chatlarimizni kestirib bo'ldik. Ichida payvand qilinmasdan qolganini mana yuldiryapmiz. Buni ham yog'ochni olib borib ekib payvand qilishak kuzda. Mana bunaqa moslamalar qilib olganmiz. Ko'rsatning moslamani. Mashg'ulot tomlar zo'r chiqadi. Bir yulib ko'rsatib o'ring. Mana mashg'ulotda yulib qo'lishingiz qol. Mana mashg'ulot tomlar chiroyli chiqadi. Mana ularni yulib ko'rsating. Bunaqa moslama qilib olsa oson bo'ladi, ish yuradi. Tamam, payvand qoldi bu. Mana yog'ochni sug'urib olib tashyapti mashg'ulot. payvand xalaq qilmaydi. Shu jarayonda mevali ko'chatlarimizni tayyorlayapmiz. Xudo ursa kuzga mana shu ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. Kesib bo'ldik, o'tlarni ortiq tashladik. Endi ulanmasa qo'yganini yuldiryapmiz. Bo'lsa dorilar solib, choptirib, xudo ursa pinli o'sib chiqsa, uni ham bir video syomka qilamiz. Holati